Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli azizlar, keyingi davrlarda shu mazhabsizlar tomonidan ko'tarilayotgan ixtilofli masalalardan biri hozirgi zamonaviy yupqa paypoqlarga mas tortish. Ya'ni tahoratda xuddi mahsiga mas tortish joiz bo'lgani kabi yupqa paypoqlarga ham zamonaviy bemalol mas tortish joiz deb ular fatvo berishyapti. Va bu narsaga Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tahorat qildilar va ikki javrobga va kavushlarga mas tortdilar degan mazmundagi hadisni hujjat qilishadi. Endi bu hadisning sharhida ulamolar aytadilarki, bu hadisning darajasida ixtilof bor. Chunki bu hadisni demak Mughira ibn Shu'badan juda ko'pchilik rivoyat qilgan, jumladan mana Ali ibn al-Madini, ya'ni Imom Buxoriyning ustozlari aytadilarki, Madina ahli, Kufa ahli, Basra ahli rivoyat qilishdi. Bu lafz bilan emas, balki ular rivoyat qilgan lafzda masaha ala xuffayhi kelgan, ya'ni mahsilariga mas tortdilar degan, javrobayhi kelmagan. Faqat Huzayl ibn Shurahbilning rivoyatida javrobayhi deb kelgan. U xolafan nasa kullahum, boshqa barcha roviylarga nima xilof qildi deyishgan. Shuning uchun Imom Muslim zaif deydilar, ba'zilar hatto munkar deyishgan. Ya'ni bu hadis bilan javrobga mas tortishlikka, ya'ni dalil keltirishlik joiz bo'lmaydi, yaramaydi. Endi yana ular sahobalarni javrobay, o'sha ikkita javrobga mas tortganliklarini ham hujjat qilishadi. Ba'zi hadislarda 9 ta, ba'zi hadislarda undan ziyod 12 tagacha sahobalardan o'sha javrobga mas tortganliklari haqida rivoyatlar kelgan, shuni hujjat qilishadi. Endi ulamolar aytadilarki, bordi-yu shu narsa sobit bo'lgan taqdirda ham u 7-asrdagi javrob hozirgi yupqa paypoq bo'lmagan. U qalin, xuddi mahsiga o'xshab, o'sha o'zini kiysa bo'ladigan, yursa bo'ladigan, ostiga namlikni o'tkazmaydigan darajada, hatto sovuq o'lkalarda mahsilar tepasidan ham kiyiladigan piymaga o'xshagan narsa bo'lgan. Ya'ni hozirgi yupqa paypoq bo'lmagan. Bu kitoblarda ochiq keltirilgan. Shuning uchun aytadilarki, ya'ni o'sha ikkita mahsiga mas tortishlik joiz bo'lishligi uchun bu o'sha teridan bo'lmaydigan bo'lsa, ya'ni 3 xil ko'rinishda bo'ladi. Birinchisida bil ittifoq, hamma faqihlarning ittifoqlari bilan joiz. Ya'ni ular o'sha qalin bo'lsa, ostiga nam o'tkazmaydigan bo'lsa, tepasi yoki osti mujallad va munaal deydi, teri bilan qoplangan bo'lsa, yajuz bil ittifoq, barcha faqihlar joiz deyshadi. Mas tortish. Demak, qalin bo'lsa, tepasi yoki osti teri qoplangan bo'lsa, bil ittifoq joiz. Ikkinchisida bil ittifoq joiz emas. Hamma faqihlar joiz emas deyshadi. Ya'ni ular g'oyra faqihnayn, qalin bo'lmasa, valo munaalayn valo mujalladayn, osti yo usti teri qoplanmagan bo'lsa, bu bil ittifoq joiz. Demak, hozirgi zamonaviy yupqa paypoqlarga mas tortish barcha faqihlarning ittifoqlari bilan joiz emas. Uchinchisida, demak, qalin bo'lsa-yu, usti yo osti teri qoplanmagan bo'lsa, bunda ixtilof bo'lgan. Abu Hanifa rahimahulloh joiz emas deganlar, sohibayn joiz deyishgan, lekin Abu Hanifa hazratlari ham vafotlaridan 3 kun, ba'zi rivoyatda 7 kun oldin sohibayn shogirdlarining qavliga qaytganliklari rivoyat qilingan. Shuning uchun mazhabda demak o'sha teridan boshqa matodan bo'lsa, ham o'sha qalin bo'lsa, ostiga suv o'tkazmasa, yurish joiz bo'lsa, o'sha masning shartlari topilsa joiz deyishgan. Fatvo shunga bo'lgan. Shuning uchun muhaqqiq alloma Ibn Obidin rahimahulloh aytadilarki, masning 3 ta sharti bor. Birinchisi yakuna sotiran qadam ma'al-kab, oyoqni oshiq bilan bekituvchi bo'lsin. Ikkinchisi mashg'ulan birrijil, oyoqqa mashg'ul, ya'ni oyoqqa kiyilgan bo'lsin. Masalan, qo'lga qo'lqop kiyib olsa, teridan unga mas torta olmaydi, yechib yuvadi. Faqat oyoqqa kiyilgan poyabzalga ruxsat xolos. Va uchinchisi, demak, u bilan yurish bir farsah yo'ldan ortiq mumkin bo'lsin. Bir farsah 3 mil bo'lib, 5,5 kilometr. 5,5 kilometr va undan ziyod masofaga yursa yitilmaydigan bo'lsa joiz. Endi javrobga bularga qo'shimcha tarzda qalin bo'lsin, ya'ni yupqa bo'lmasin va boldirda o'zi turadigan bo'lsin, ya'ni bir bog'ichsiz, rezinkasiz, o'zi o'ti mahsiga o'xshab, ya'ni o'zini o'zi ushlab turadigan bo'lsin boldirda. Va uchinchisi osti ko'rinmaydigan darajada qalin bo'lsin, ya'ni shaffof bo'lmasin. Va to'rtinchisi alloh yashifa, namlikni shiymaydigan bo'lmasin, ostiga namlikni o'tkazadigan bo'lmasin. Shu 7 ta shart topilsa, o'sha teridan boshqa matodan tikilgan poyabzalga ham mas tortishlik joiz. Bir so'z bilan aytganda, hozirgi zamonaviy yupqa, u jundan bo'lsin, paxtadan bo'lsin, nelondan, boshqa matodan bo'lsin, paypoqlarda bu shartlar topilmaydi.
Shuning uchun bularga mast tortish bil ittifoq joiz emas. Kim tahoratda shunday qilayotgan bo'lsa, tahorati durust bo'lmaydi. Chunki tahorat 4 ta farzdan bittasini qilmagan bo'ladi. Va u bilan o'qigan namozi ham va boshqa tahorat bilan qilish lozim bo'lgan ibodatlari ham demak joiz sanalmaydi. Ana shuning uchun albatta bundan ogoh bo'lish lozim bo'ladi. Alloh barchamizga o'zi tavfiq ato qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.